Allohning izni bilan ikkiga oyni yoradilar, ishora qiladilar, oy ikkiga yoriladi. O'sha voqea shetda sodir bo'lyapti. Va odamlar hammasi lol qoladida, keyin o'ziga bunday o'zini o'g'nab turib, "Yo'q" deydi, "Siz sehrgar ekansiz haqiqatan ham. Bizni ko'zimizni shunday qilib bog'lab qo'yyapsizki, oyni haqqi, ya'ni ikkiga yorilganidek ko'ryapmiz. Aslida joyida turibdi oy" deb o'shanda ham ishonishmagan. Va yangi musulmon bo'lganlar ayrimlari o'shalarning gapiga vasvas bo'lib, dindan qaytib ketganlari ham bo'lgan. Bu juda katta og'ir sinov bo'lgan o'sha paytda, o'sha vaqtdagi odamlarga. Qarang, iymon degani shunaqangi ulug' ne'matki, biz oyda yorilishini ko'rdikmi? Payg'ambarimiz alayhisalomni ko'rdikmi? Lekin nimaga musulmonmiz bo'lmasa? Xudo bergani uchun musulmonmiz. O'zimizcha musulmon bo'lib qolmadik. O'zimizcha bu joyga kelmayapmiz. Xudo bizni chaqirgani uchun, Xudo bizni undagani uchun, qalbimizga solgani uchun, o'sha samimiyatni, iymonni solib qo'ygan ekan kelyapmiz. Bo'lmasam qani yana kimlar kelyapti? Yo puldor odamlar faqat sizlarmi yo bizmi? Dunyoda boshqa puldor musulmonlar yo'qmi yoki kofirlar nimaga kelmayapti? Xudo chaqirgan ekan, o'shaning uchun kelibmiz ekan. Qalbimizga iymonni bergan ekan, o'shaning uchun musulmon bo'libmiz ekan. Xudo hadiya qilib, hiba qilib, ol bandam deb bergan ekan, o'shaning uchun bizga kelibdi. Buni qadriga yetishimiz kerak azizlar. Iymon ne'mati dunyoda bizga berilgan eng ulug' ne'mat. Bo'ldi, boshqa bundan a'lo ne'mat yo'q.